To'qqizinchi trekt. Ikromjon har qancha iztirob chekmasin, er kishi sifatida xotini oldida o'zini dadil tutishi, ko'z yoshini yashirishi, biror harakati bilan alam chekayotganini bildirib qo'ymasligi kerak. Bu qiyin, ammo iloji qancha. Ikromjon eshikdan chehrasini ochib kirdi. Jannat xola kechadan beri supurgi tegmay ivirsib ketgan uyni yig'ishtirayotgan edi. Erining avzoyini ko'rib ko'ngli sal taskin topgandek bo'ldi-da, ayvon labiga kelib yakandozni qoqdi. Kech haddida nima qilasan uy supurib, dedi Ikromjon uning ko'zlariga qarashga botinolmay. Bu ishlaringni qo'y xotin, o'tir. Ishdan gaplashaylik. Tayyormisan? Ertaga Naymanga ketamiz. Jannat xola erining yoniga kelib o'tirdi-da, hardamxayollik bilan javob berdi. Qandoq bo'larkin, durustroq o'ylab ko'rdingizmi? Durustroqmi, durustroqmasmi? Ish qilib o'sha yoqqa ketsak yomon bo'lmaydi. Meni aytdi dersan. Shu ish menga ma'qul tushib turibdi. Endi ko'nglingga kelmasin-u, gapning sirasini aytib qo'yganim durust. Ikromjon gapining davomini o'ylab bir muddat jim qoldi. Keyin Jannat xolaning ko'ziga tik qaradi. Urushda har nima bo'ladi. Birov o'qqa uchadi, birov yarimjon mayib bo'lib qaytadi. 4 serkaklik muallim oshnam bor edi-ku. Taniysan, oti G'anijon. O'shaning o'g'lidan qora xat kelganda bechora yig'lab siqtab azo ochgan edi. Yo'q. Yaqinda o'g'lining o'zidan xat kelibdi. Ko'rdingmi, urushda shunaqa chalkashliklar bo'lib turadi. Ajab emaski, Tursunboy masalasi ham shundoq bo'lib chiqsa. Jannat xolaning ko'zlari chaqnab, allaqanday umid uchqunlari yongandek bo'ldi. Yalt etib eriga qaradi. Aytganingiz kelsin, iloyim. Endi gapning bu yog'ini eshit. Rostmi, yolg'onmi bu gap bo'lib turganda el oldida bosh ko'tarib yurishga qiynalyapmiz. Naymanga ketsak, shu tanalardan sal uzoqroq turarmikanmiz deyman-da. Mayli, dedi Jannat xola. Ikromjon bir chekkada g'arib bo'lib o'tirgan Nizomjonga qaradi. Bu yoqqa kel bola, o'z tashvishlarimiz bilan bo'lib, holingdan xabar ololmay qoldik. Xo'sh, endi sen nima qilmoqchisan? Nizomjon o'rnidan turdi, sekin kelib boshini egib javob berdi. Tuzingizni ichdim. Hech kim qilmagan mehribonchiliklarni qildingiz. Bu gaplarni qo'y. Nima qilmoqchisan? Shuni ayt. Nizomjonning ovozi titradi. U qattiq hayajonga tushganidan gapini yo'qotib turgan joyda og'irligini goh o'ng oyog'iga, goh so'l oyog'iga tashlab entikardi. O'tir. O'tirib gapiraver bolam. Nizomjon ular qatoriga qo'shilib ayvon labiga o'tirdi. Kimligimni aytib beray. Ketib qolsam, u kim edi, nima qilib yurgan edi deb o'ylab yurmanglar. Mening ham boshimdan sizlarnikicha bo'lmasa-da ham anchagina ko'rguliklar bor. Uyimdan qochib kelyapman. U boshidan o'tgan voqealarni ipga tizgandek birma-bir gapira boshladi. Dildorni sevgani bormi, unga akasini uylangani bormi, jahl bilan uydan ketib qolib, akasi o'lgandan keyin qishloqqa qaytib kelgani bormi? Hammasini gapirdi. Uning sarguzashtlarini kampir hayajon bilan tingladi. Ikromjonga bu voqealar qanchalik ta'sir qilmasin, yuzida, ko'zida ortiqcha ajablanish sezilmasdi. Nizomjon opasi va dadasining Dildorga o'z kelin ayasiga uylantirish niyatida uni qiyin qistovga olganlarini aytganda, Ikromjon yagona tizzasiga shapatilab urib, o'rnidan turib ketdi. Oq qildimi, a? Dadang oq qildimi, a? Yo tavba, bu qanday sharmandalik? Nima uchun bunday qiladi? Yo yaxshi kelinni qo'ldan chiqarib yuborgisi kelmaganmi? Gap unda emas, amaki. Dadam bilan opam Dildorning mulkiga ega chiqmoqchi. Ha, gap hali bu yoqda degin. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan?
Nizom peshonasini uqalab birpas jim turdi-da javob berdi. GES qurilishiga borsam deyman, u yerda odamga zor bo'lib turishibdi deb eshitdim. To'g'ri, bizning zirillamamizdan ham 20 odam ketgan. O'sha yoqqa borsang yomon bo'lmaydi. Buni yaxshilab o'ylab ko'rishimiz kerak. Menga qara, biz bilan Naymanga keta qolmaysanmi? Yaxshi yigit ekansan, yolg'izlatib qo'ymaymiz. Baxting ochilsa, shu yerda uyli-joyli bo'lib ketarsan. Jannat xola gapga qo'shildi. Shunaqa qila qol. Amakinglar bilan birga bo'lsang, bir-birlaringga dalda bo'lasizlar. Issiq sovug'ingdan ham xabar olib turadiganlar bor u joyda. Shu ma'qul gap bolam. Nizomjon o'ylab qarasa, darhaqiqat bu jo'yali gap ekan. Har qalay bu odamlar bilan ancha sirdosh bo'ldi. Birov shu yerda qol deb qo'ynini, ko'nglini ochib tursa-yu, u qayoqqa ketadi? Bormagan, ko'rmagan olis joyda hali nima gap u, nima so'z. Undan tashqari o'zidek dili shikast bu oilani tashlab ketish ham insofdan emas. Xo'p, amaki, qolaman. Sizlar sabab bo'lib zora yo'limni topib ketsam, illo yuzlaringizni yerga qaratmayman. Ikromjon unga qarab iljaydi. Xalitdan to'n bichma bola. Birga turgandan keyin achchiq tiziq gaplar bo'lmay iloji yo'q. Urushamiz, so'kishamiz, yarashamiz, hammasi ham bo'ladi. Ish bor joyda janjal ham bo'lib turadi. Odamlar hozir juda asabiy bo'lib ketishgan. Ularga ikkita gap ko'plik qiladi. Bitta gap kamlik qiladi. Chidamay choramiz yo'q. Senga ham maslahat shu. Ikromjon Jannat xolaga qaradi. Ovqat-povqating bormi? Olib kelsangchi, o'ldirding-ku sirib. Jannat xola o'rnidan turib, oshxonaga ketdi. Chiroq yoqib, o'choqqa o't qaladi. Oshxona eshigidan bosh chiqazib dedi. Shavla qilgan edim, sovib qopti. Hozir isitib beraman. Jindek sabr qilib turing, dadasi. Ikromjon ariqdan qo'l yuvdi-da, yagona oyog'ini sandalga tiqib o'tirib oldi. Nizomjon qaynog'i o'lgan samovarni silkitib, otashxonada kul bosib qolgan cho'g'ni alangalatib yubordi. Zum o'tmay samovar surnay chalayotgandek nola qilib jig'illadi. Jannat xola tovoqqa shavla suzib keldi. Bu oilaning 2 kundan beri endi dasturxon atrofida yig'ilishi edi. Ikromjonga charchoq bilindi. Sandal issig'i badaniga o'tib ko'zi ilina boshladi. U ovqatdan keyin 2 piyola choyni qaynoq ho'pladi-da mudrab ketdi. Orqasidagi yostiqni yoniga tortib birpasda uxladi qoldi. Jannat xola Nizomjonga ham o'rin solib berdi-da, chiroqni o'chirib ichkari uyga kirib ketdi. Ammo Nizomjonning ko'ziga uyqu kelmasdi. Xayoli uni hali u yoqqa, hali bu yoqqa sudrab ketaverdi. U o'z taqdirini o'ylardi. O'lmasa, dardga chalinib qolmasa, bu saxovatli kishilarga bir yaxshilik qilsin. Shunday yaxshilik qilsinki, bu nogiron, xasta kishi diliga o'chmas alam solgan bolasining dog'ini unutsin. Unga bolasidan afzal yaxshiliklar qiladi. Hech kim unga xoinning otasi deb ta'na qilmasin. Unga otiladigan ta'na toshlarga Nizomjon ko'ksini tutib beradi. Shunda u o'g'lim bor ekan, u mana deya olsin. Nizomjon boshiga kelgan bu o'ydan ruhlanib ketdi. Boshini bolishdan sekin ko'tarib Ikromjon yotgan tomonga qaradi. Kecha qorong'u bo'lganidan u ko'rinmasdi, faqat pish-pish nafas olayotgani aniq eshitilib turardi. Nizomjon yana bolishga bosh qo'ydi. Esiga qishlog'i, uyi, dadasi keldi. Ular nima qilishayotgan ekan? Uni eslashayotganmikan? Dildor ketib qolmadimikan? Birga katta bo'lgan o'rtoqlari bir ko'z oldidan o'tardi. O'qigan maktabi, oxirgi imtihon, urush boshlangan kundagi qishloqdagilarning hayajonli ko'zlari, dadasining o'sha kuniyoq magazindan 2 qop shakar, 5 qop un, 60 litr paxta moyi olib kelgani, opasi omonat kassaga qo'ygan hamma pullarini qaytarib olgani
hammasi xayoliga keldi. Ayniqsa o'sha kuni Karimjon degan o'rtog'i uyga kelganda choy damlab patnisda 2 non olib chiqib oldiga qo'yganda dadasi uni chetga chaqirib yuziga 2 tarsaki urib patnisdagi nonni qaytarib uyga olib kirib ketganini sira esidan chiqarmaydi. Endi ocharchilik bo'ladi, oshxonada qattiq non bor, 2 burda olib chiqib qo'y, degan edi dadasi. O'shanda Nizomjon xo'rligi kelib ko'z yoshini oqizmay yig'lagan. Bu hangomani ko'rib turgan Karimjon sekingina kulib qo'ya qolgan edi. Dadasi Karimjon frontda, do'sti Karimjon frontda, Nizomjon uni Asrori bilan harbiy komissarlikda Guruzovoyga chiqib jo'nab ketguncha kuzatib qolgan. Undan Nizomjon 6 marta xat oldi. Boshqa o'rtoqlari qayoqda? Hammasi frontda. Bitta Nizomjon qilar ishining tayini bo'lmay tentib yuribdi. Yo'q. Endi u tentimaydi. Frontga borib dushman bilan olishishga yaramasa ham shu yerda mehnat frontida jang qiladi. O'rtoqlari qaytib kelishganda ular oldida yerga qaragulik bo'lmaydi, ishlaydi. Bor kuchi bilan ishlaydi. Rohatidan kechadi, uyqudan kechadi. Ishlaydi. Nizomjon ana shunday xayollar bilan uxlab qoldi. Ayasi boshini siladi. "O'kinma bolam, yo'lingni topib yur", deydi. Allaqayoqdan Dildor paydo bo'ldi. Unga qarab jirtak chalayotganday iljaydi. Nizomjon tikilib qarasa, u iljayotgan Dildor emas. Bugun ertalab ko'rgan qiz. U mototsikl ushlab turibdi. Nimaningdir pat-patlaganidan uyg'onib ketdi. Ariq bo'yida bo'ynini cho'zib turgan xo'roz 2 qanotini silkitib birdan qichqirib yubordi. Nizomjon boshini ko'tarib hovlida ivirsib yurgan Jannat xolaga qaradi. Uning onasi ham shunaqa barvaqt turib hovli supurardi. Nizomjon tushida onasini ko'rdi. Uning bolalik xotirasida qolgan uzuq yo'liq qiyofasi ravshanlashtirib ko'z oldida namoyon bo'ldi. Nizomjon sapchib o'rnidan turdi-yu, uyga kirib tugunchakdan onasining suratini olib deraza oldiga keldi. Alam, xo'rlik, iztirob bilan unga tikildi. Nizomjonning oilasi juda nochor yashardi. Inoyat oqsoqol ro'zg'orni, oila a'zolarini xuddi qismlab ushlab turgandek sira panjasini yozib, erkin qo'yib yubormasdi. Birgina Nizomjon o'zini erkinroq tutardi xolos. U sho'xlik qilgan, so'ziga kirmagan kezlarda dadasi tutaqib ketardi. Xotiniga o'dag'aylardi. "Bolani rasvo qilyapsan, ko'rarsan, buning bola emas, balo bo'ladi." Marhum onasi har jihatdan dadasiga muti edi. Uning bir gapini 2 qilishga qo'rqardi. Nizomjonning onasi rangsigan, yuzlariga juda erta ajin tushib, qaddi bukilgan xotin edi. U erining fe'lini yaxshi bilganidan achchiq gaplarni eshitganda ham chidab turaverardi. Oqsoqol ko'chadan kelib omborxonaga kalit solib, ovqatga masalliq olib bermaguncha ayvon labida ma'yus o'tiraverardi. Oqsoqolning izmisiz bu ro'zg'orda o'choqqa o't yoqilmasdi. U doim eshak minib qishloqma-qishloq chorbozorlik qilardi. Hech qachon birovnikida yotib qolgan emas. Qayerda bo'lsa ham uyga yetib kelardi. Oqsoqol faqat hovlidagi ashtarxon gilos bilan oq o'rik pishib tugamaguncha uydan ko'chaga chiqmasdi. Ularni terib savatga bittalab joylab, erigan-chiriganlarini uydagilarga qoldirib bozorga olib ketardi. Lekin ro'zg'orda har qanday qiyinchilik paytida ham ularning qozoni qaynab turardi. Omborxonada hamisha 1-2 oyga yetadigan masalliq bo'lardi. U doim bir gapni takrorlashni yaxshi ko'rardi. Oziqlik ot horimas. Nafsini tiygan uzoqqa boradi. Tomma ko'l bo'lur. Bugun 1 burda tejasang, ertaga noning 2 burda bo'ladi. Oqsoqolning deyarli har kuni omborxonadan shisha bankada mosh yo no'xat o'lchab berayotganda aytiladigan gapi xotinining jon-jonidan o'tib ketardi. Hatto bir kuni chidamay nolib ham qoldi.
tejamay o'lsin. Dunyoga odam 2 marta keladimi? Eshikdan birov kirsa, yuragim o'ynab ketadigan bo'pti. Odamlarga o'xshab birovning oldiga 2 ta non qo'ya olmasam, bu qanaqa tirikchilik bo'ldi? Boshqalar binoyidek to'kin sochin yashayapti. Osh avliyo-yu non payg'ambar bo'lmay qurib ketsin. Oqsoqol o'shanda xotinining gapiga javob topolmay o'shqirgan edi. Hoy ahmoq xotin, hoy nodon xotin, azizlarga til tekkizma. Bu kuningni ham ko'p ko'rib qo'ymasin. Mahallada to'y yo aza bo'lsa, o'sha kuni ularning uyida qozon osilmasdi. Oqsoqol ma'raka o'tguncha qozonning tepasidan ketmasdi. Bolalardan uyga 1-2 tovoq osh chiqarardi. O'zi qaytishda qiyiqqa ushatilgan burda nonlarni tugib kelardi. Nizomjon ana shu oilada hamisha tarang ro'zg'or ichida o'sgan. Shu topda u suratga qarab o'tirib, munis, hamma vaqt ko'zida hayotidan nolish sezilib turgan onasini eslab ketdi. Onasi kamdan kam kulardi, kulganda ham ichidan kulardi. Ba'zan u Nizomjonning yetaklab tog'alarinikiga olib borardi. Nizomjon o'sha yoqlarga borganda sira uyiga qaytib kelgisi kelmasdi. Mana hozir ona suratiga tikilarkan, uning yuzidagi tanish, ko'p voqealarning shohidi bo'lgan ajinlar, hech qachon kulmagan qisiq lablar, hasrat to'la ko'zlar Nizomjonga, bolaginam, mensiz holing ne kechayotgan ekan, yo'lingni topguningcha bag'rimda tutolmadim. Qayda bo'lsang omon bo'l, yomonga yondashma deyayotgandek. Osmon xuddi yaqindagina ohak surtilgan devordek sekin-sekin oqarib kelardi. Ko'kka bo'y cho'zgan yalang'och teraklarning uchi birdan xuddi o'tda qizdirilgan simdek qip-qizil bo'lib ketdi. Ko'chadan oyoq tovushlari ham eshitilib qoldi. Atlasdek tovlangan osmon, beg'ubor havo Nizomjon ko'ksidagi og'ir, hazin o'ylarni tarqatib yuborgandek bo'ldi. Oziqlik ot horimas. Nafsini tiygan uzoqqa boradi. Tomma ko'l bo'lur. Bugun bir burda tejasang, ertaga noning 2 burda bo'ladi. Oqsoqolning deyarli har kuni omborxonadan shisha bankada mosh yo no'xat o'lchab berayotganda aytiladigan gapi xotinining jon-jonidan o'tib ketardi. Hatto bir kuni chidamay nolib ham qoldi. Tejamay o'lsin. Dunyoga odam 2 marta keladimi? Eshikdan birov kirsa, yuragim o'ynab ketadigan bo'pti. Odamlarga o'xshab birovning oldiga 2 ta non qo'ya olmasam, bu qanaqa tirikchilik bo'ldi? Boshqalar binoyidek to'kin sochin yashayapti. Osh avliyo-yu non payg'ambar bo'lmay qurib ketsin. Oqsoqol o'shanda xotinining gapiga javob topolmay o'shqirgan edi. Hoy ahmoq xotin, hoy nodon xotin, azizlarga til tekkizma. Bu kuningni ham ko'p ko'rib qo'ymasin. Mahallada to'y yo aza bo'lsa, o'sha kuni ularning uyida qozon osilmasdi. Oqsoqol ma'raka o'tguncha qozonning tepasidan ketmasdi. Bolalardan uyga 1-2 tovoq osh chiqarardi. O'zi qaytishda qiyiqqa ushatilgan burda nonlarni tugib kelardi. Nizomjon ana shu oilada hamisha tarang ro'zg'or ichida o'sgan. Shu topda u suratga qarab o'tirib, munis, hamma vaqt ko'zida hayotidan nolish sezilib turgan onasini eslab ketdi. Onasi kamdan kam kulardi, kulganda ham ichidan kulardi. Ba'zan u Nizomjonning yetaklab tog'alarinikiga olib borardi. Nizomjon o'sha yoqlarga borganda sira uyiga qaytib kelgisi kelmasdi. Mana hozir ona suratiga tikilarkan, uning yuzidagi tanish, ko'p voqealarning shohidi bo'lgan ajinlar, hech qachon kulmagan qisiq lablar, hasrat to'la ko'zlar Nizomjonga, bolaginam, mensiz holing ne kechayotgan ekan, yo'lingni topguningcha bag'rimda tutolmadim. Qayda bo'lsang omon bo'l, yomonga yondashma deyayotgandek.
Osmon xuddi yaqindagina ohak surtilgan devordek sekin-sekin oqarib kelardi. Ko'kka bo'y cho'zgan yalang'och teraklarning uchi birdan xuddi o'tda qizdirilgan simdek qip-qizil bo'lib ketdi. Ko'chadan oyoq tovushlari ham eshitilib qoldi. Atlasdek tovlangan osmon, beg'ubor havo Nizomjon ko'ksidagi og'ir, hazin o'ylarni tarqatib yuborgandek bo'ldi. Opasi bo'ynidan marvaridini, quloqlaridan isirg'alarini ola turib hiringlab kuldi. Qo'yaver, bola boqishning qanaqaligini bilib qo'ysin. Pochchasi yotgan yerida to'ng'illadi. Uyqusi juda pishib turgan ekan, aytgan matali uncha kelisholmadi. Bir dona odam kichkinagina ozg'ingina xotinga uylanibdi. Odamlar nega kichkina xotinga uylanding deb so'rashganida janjalning kichikrog'i durust degan ekan. Bu gapdan hayron bo'lib qolishdi. Zebuxonning opasi unchalik kichik emas, to'lagina, lo'ppagina juvon edi. Bu nima deganingiz? Dedi kulib. Pochchasi gapini yopishtirolmagandan o'ng'aysizlanib, ko'zini yumib, yolg'ondan xo'rak tortgan edi. Pochchasi to'lanboy, mo'ylov, eski kitoblarni ko'p o'qigan. Shuning uchun ham ikki gapning biriga yo bayt, yo bo'lmasa ibratli bir hikoyat qistirib o'tmasa, ko'ngli joyiga tushmaydi. Qaynotasi o'lganda ko'p yaxshiliklar qilgan. Uning bu yaxshiliklari Zebuxonning dilida turibdi. Shu pochchasi uni o'qitdi. Gap so'zlarga qoldirmay otadek qanotiga oldi. Ba'zan Zebuxon yo'q paytlari er-xotin pichirlab gaplashib, tengi chiqsa Zebuxonni birorta yigitga berishni maslahatlashishardi. Zebuxon yomon emas, esli hushli chiqdi. Qiz bola nozik narsa, tengi chiqsa tekin ber degandek vaqtida egasiga topshirsak yomon bo'lmasdi. Xotini bu mehribon, hamiyatli erining odamgarchiligidan ko'z yoshi ham qilib olardi. Bu zamonning qizlariga bir nima deb bo'larmidi? O'zi topmasa, biz topganni nazarga ilmaydi. Ammo Zebuxon o'ziga munosib yigit izlardi. Oyog'i tagida o'ralashayotganlarni pisand qilmas, yo'lini to'sib, yig'lab dardini aytganlarni elamas edi. U mag'rur, uni oyoq uchida ko'rsatadigan, ko'rkiga bino qo'ygan Tursunboyning yuragiga o't tashlamoqchi. Uning ko'zini ochib qo'ymoqchi edi. Qizlarning hammasi ham shunaqa bo'ladi. Ular suygalganga emas, o'zini olib qochganga qarashadi. Tursunboy ana shunaqalardan edi. U chiroyli, qomati quyib qo'ygandek pahlavon yigit biror marta soqoli o'sib yurganini hech kim ko'rmagan. Kiyimlari hamisha toza, etigi oynadek yiltirab turadi. O'zi bo'lsa qizlar oldida atayin gerdayib, pisand qilmay o'tadi. Hatto u o'rtoqlarga maqtanib, falon qizni bir laqillataman, ko'rib qo'yasanlar derdi-da, garov boylashib, qizlar bilan biror joyga va'dalashardi. Keyin u va'dalashgan joyiga bormay, og'aynalarini tomosha qilgani yuborardi. Sochini mayda o'rib, yasanib kelgan bechora qiz uni kuta-kuta qaytib ketardi. Tursunboyning o'rtoqlari uni ermak qilib orqasidan qarab qolishardi. Tursunboy shunaqa garovlardan necha marta o'rtoqlarini araqqa tushirdi. Zebuxon mana shu Tursunboyning ishqida kuyardi. Tursunboy bo'lsa unga qayrilib ham qaramasdi. Qiz bola shayton bo'ladi. Agar u astoydil qasd qilsa, har qanday erkakning ham yuragini yondira oladi. Bir tasodif ro'y berdi-yu, Tursunboy o'q yegan kaptardek tipirchilab qoldi.
Bayram kunlari edi. Zarkent ko'zlari juda gavjum bo'ladi. Katta klubda oblast teatri har xil tomoshalar qo'yadi. Jaja qo'ygan kelinchaklar, g'ijim ro'mol o'ragan qizlar fotografiya oldida o'ralashib qolishadi. Faner budka oldida yigitlar krujka chetidan ko'pik puflab pivo ichishadi. Morojniy-xonada bolalar qiy-chuvga to'lib ketadi. Zebuxon 2 may kuni Yakkatutdagi o'rtog'inikidan ziyofatdan kelayotgan edi. Etagining ikki yonida pechak osilgan sorochka ko'ylagini yelkasiga tashlab olgan Tursunboyning pivo ichib turganini ko'rib, ko'chaning narigi betiga o'tib ketmoqchi bo'ldi. Tursunboy qizil etigining qo'njini boldiriga burma qilib tushirib, galife shimini ustidan jez to'qasiga yurak tasviri tushirilgan enlik kamar taqib olgan edi. U o'rtoqlariga Zebuxonni ko'rsatib nimadir dedi. Shirakayf yigitlar yalt etib unga qarashdi. Keyin ular o'rtasida qandaydir tortishuv boshlandi. Tursunboy 2 barmog'ini og'ziga tiqib hushtak chaldi. Zebuxon nima gap deb orqasiga qaragan edi. Tursunboy uni imlab chaqirdi. Qiz pisand qilmay ketaverdi. Jahli chiqqan Tursunboy yana hushtak chaldi. "Hoy, menga qara deyapman." Qiz to'xtadi. "Nima deysan? Baqa kel. Men itmanmi? Nega hushtak chalib chaqirasan? Ishing bo'lsa, o'zing kel." Tursunboy obbo degancha unga qarab yurdi. Yigitlar Tursunboyni ermak qilib qah-qah urib kulib yuborishdi. Ularning biri "Ula, ul, o'salning qadog'i necha puldan tushdi?" deb hiringladi. Tursunboy 2 qulog'igacha qizarib Zebuxonning oldiga keldi. "Sharmanda qilding-ku, kela qolsang et-beting kamayib qolarmidi?" Zebuxon unga g'azab bilan qaradi. Tursunboy oyoq ustida arang turar. Har gandiraklaganda yelkasidagi g'ijim bo'lib ketgan ko'ylagi yerga tushib ketardi. Uni olaman deb 2 marta o'tirib ham qoldi. "Meni o'rtoqlarim oldida sharmanda qilding. Odamning har nima bo'lgani yaxshi. Sen faqat o'zingni o'ylaysan. Bir pullik manfaating uchun boshqa odamning obro'sini oyoq ostiga olib tepkilashdan ham toymaysan. Bilib turibman. Og'aynalaring bilan garov bo'ylashib meni chaqirding. Uyalmaysanmi? Vijdoning bormi o'zi?" Qo'lida krujkasi bilan ularga yaqinlashayotgan yigit labini yalab qichqirdi. "Yasha, qizcha, boblading. Go'shtnani yarimtaga tushirding." Tursunboy o'rtog'iga yeb yuborgudek o'qrayib qaradi. Zebuxon Tursunboyga achinibmi, g'azablanibmi bir qaradi-da, indamay yo'lida ketaverdi. Tursunboy qo'llari mushlab orqasidan qarab turgach, keyin qo'l siltab qizning orqasidan ketdi. Zebuxon Tursunboyning bu qilig'idan nihoyatda g'azablangan edi. Xo'rligi kelib, o'pkasini tutolmadi. Ko'zlaridan yosh dumalayverdi. Zirillamaga shu vajohatda kirib borishdan istihola qilib, yo'l chetidagi terak tagiga kelib o'tirdi. U hozir Tursunboy yaqiniga kelib qolsa yumdalab tashlashga, og'ziga kelgan so'zlar bilan qarg'ashga tayyor edi. Qizargan qovoqlarini etagiga artib o'rnidan turmoqchi edi. Yaqin kelib qolgan Tursunboyni ko'rib yana o'tirdi. "Sen yaramas. Qarab turgin, dadangga aytib beraman." Tursunboy qilg'iliklarini ko'pincha dadasidan yashirardi. Zebuxonning gapi uni bir oz sarosimaga solib qo'ydi. "Jinni bo'ldingmi? Hazilni ham bilmaysan-a? Hazillashdim." "Hazil shunaqa bo'ladimi? Meni sharmanda qilib araq yutmoqchi bo'ldingmi? Ma pul."
Pul kerakmi senga? Zebuxon ro'molchasiga tugilgan pulni unga irg'itdi. Uyati yo'q, nomard. Og'zingga qarab gapir. Kaltak yemagin tag'in. Qani ur, mard bo'lsang. Tursunboy unga yaqin kelolmadi. Tishlarini g'irchillatib turaverdi. Zebuxon o'rnidan turdi-da, etaklarini qoqib, uni masxara qilayotgandek jo'rttaga ming turlanib ko'chaning o'rtasidan jo'nab qoldi. Shu bo'ldi-yu, Tursunboy Zebuxon ro'parasiga kelolmaydigan bo'lib qoldi. Qiz oldidan chiqib qolgan paytlarda Tursunboy bir nimani bahona qilib burilib ketadi. Yo bo'lmasa lavlagidek qip-qizarib turaveradi. Tursunboy hamma vaqt xohishiga yetgan, nimani xohlasa o'shanga erishgan bola edi. Zebuxon birinchi bo'lib uning yuziga tik qaradi. Birinchi bo'lib uning ta'zirini berib qo'ydi. Tursunboy undan o'ch olishga intilardi. Ba'zan esa insofga kelib, astoydil uzr so'ramoqchi bo'lardi. Lekin o'ch ham ololmadi, uzr ham so'rolmadi. Oraga uchinchi bir savdo suqildi. U Zebuxonni yaxshi ko'rib qoldi. U bu qizning nimasini yaxshi ko'rib qolganini o'zi ham bilmasdi. Kim biladi? U Zebuxonning Marg'ilonda suratxona devoridagi soat taqqan qo'lini iyagiga tirab tushgan suratini ko'rganidami? Havaskorlar to'garagi Tohir va Zuhradan parcha qo'yganda Zuhra bo'lib chiqqanini ko'rganidami? Qachon, qanday qilib yaxshi ko'rib qolganini bilmaydi. Darhaqiqat, Zebuxonning surati juda yaxshi chiqqan edi. Tursunboy o'shanda suratga mahliyo bo'lib qarab qolgan. Faqat anavini qaraya, o'zimizning to'pori Zebimi shu? Yuziga tuzukroq qaramagan ekanman-da, voy, bunaqasi bo'lmaydi. Tavba-ye, rostdan Zebimi deya olgan edi. Havaskorlar teatrining tomoshasi bo'ladigan kuni Tursunboy klubga pisand qilmay kirgan edi. Zebuxon shunaqayam qiliqlar qildiki, Tursunboy angrayib qoldi. Zebi otmagay toyni juda olarkan. Tog'a voy puchug'e deb yuborganini Tursunboy o'z qulog'i bilan eshitdi. Ashula tamom bo'lgandan keyin klub ichi chapakdan larzaga keldi. Tomoshaligida qolib, o'sha ashulani yana ayttirishdi. Parda yopilganda To'lanboy sahnaga chiqib tushuntirdi. O'rtoqlar, spektaklda ashula 2 marta aytilmaydi. Shunga rivoya qilinglar. Tursunboy luqma tashladi. Katta teatrlarda shunaqa bo'lsa bordir. Bu o'zimizning teatr. Qancha xohlasak shuncha ayttiramiz. Sendaqa rejissyorni qarayu. Spektakl tamom bo'lgandan keyin janjal chiqdi. Bu yog'ini ham ko'rsatsin. To'lanboy yana sahnaga chiqdi. O'rtoqlar, davomini 2 oydan keyin ko'rsatamiz. Bu tomoshadan bir parcha xolos. Yoshlar qiy-chuv ko'tarishdi. Chorakda tomoshaga odam yig'ib o'tiribsanmi? Odamlar Zebuxonning san'atiga qoyil qolib, tomoshadan ko'ngillari to'lmay tarqashdi. Ana shundan keyin To'lanboy astoydil kirishib, pyesaning hammasini ko'rsatish niyatida kunora havaskorlar bilan shug'ullana boshladi. Ammo urush boshlanib, bu ishlar qolib ketdi. Havaskorlar frontga ketdi. Tohir rolida chiqadigan, qora botir bo'ladiganlar frontda dushmanga qarshi jang qilgani otlanishdi. Shu bo'ldi-yu, Tursunboyning qulog'idan Zebuxonning ovozi nari ketmay qoldi. Ko'zini ochsa qashqar baldoq taqqan surati, ko'zini yumsa ashulasi uni notinch qilaverdi. U juda ko'p garang bo'lib yurgach, qizning yo'lini to'sib g'o'ldirab,
muhabbat izhor qildi. Zebuxon ariq bo'yida tolga o'rashib chiqqan chirmovuqning karnay gulidan bittasini uzib ko'kragiga pastga qaratib taqib oldi-da, "Tushundingmi?" dedi. Tursunboy tushundiyu yuragi o'rtanib ketganini bildirish uchun otga o'xshab pishqirib xo'rsindi. Ayol qalbi tosh bo'lsa ham allaqayeri paxtadan yumshoq, ipakdan mayin bo'lardi. Aytilgan gap o'sha joyga borib tegsa bekor ketmaydi. Tursunboyning shu qalbaki xo'rsinishi, Zebuxon ko'ksidagi o'sha har narsani kechira oluvchi, har qanday darddan o'sha larzaga tushuvchi joyiga borib qadalgan edi. Zebuxon unga yon berdi. Hech kimga so'zini bermagan, hali egar urilmagan, jilov solinmagan asov jiyrondek shataloq otib yurgan bo'z bolaning bosh egib titrab turishi Zebuxonning ko'nglini yumshatdi. U beixtiyor uning qo'llaridan ushladi. Tursunboy uning qo'llarini olib qizib turgan betlariga ishqadi. Tursunboy harbiy xizmatga ketar oldida ular oxirgi marta qirga chiqishdi. O'shanda ularning yuzlari porlab turardi. Tursunboy qovjirab qolgan ariqqa chalqancha yotib osmonga tikildi. Yulduzlar milt-milt qilib imlashadi. Yigitning ko'zlarida yosh yiltirayotganini Zebuxon sezmadi. Ikkovlari ham o'z yulduzlariga tikilib nimalarnidir o'ylashardi. "O'sha yerlarda ham shu yulduz ko'rinarmikan?" dedi Zebuxon. "Ko'rinadi. Hamma joyda ko'rinadi", dedi Tursunboy yig'lamsirab. Tursunboyning dard bilan, alam bilan gapirayotganini Zebuxon sezib qoldi. Boshidan quchoqlab ko'kragiga bosdi. Tursunboy yig'lardi. Zebuxon uning sochlarini siladi. O'sha kecha Zebuxon uxlay olmadi. Keyin supada to'lg'onib chiqdi. U opasining qimmatbaho bezaklarini taqib, yuzlariga bilinar-bilinmas qizil surtib, atirga cho'milgandek bo'lib Tursunboyning oldidan o'tganini, unga doim beparvo qaraydigan Tursunboy ketidan angrayib qarab qolganini esladi. Tursunboy olisga, qon to'kilayotgan, bombalar portlayotgan joyga ketdi, deb o'ylagan edi Zebuxon. Ammo Tursunboy qochibdi. Frontga yetmayoq, yigitlar jon olib jon berayotgan joylarga qadami yetmayoq qochibdi. Bu shum xabar Zebuxonni tamoman esankiratib qo'ydi. Avvaliga nimalar bo'layotganini bilolmay gangib yurdi. Keyin bu dahshatni odamlar ko'zida, muomalasida ko'rib birdan yuragi o'ynab ketdi. Shu kunlar Azizxon qahramon bo'ldi degan xabar keldi. Bir qishloqdan 2 bolasidan bir kunda 2 xil xabar keldi. Biri qahramon, biri qochoq. Zebuxon to'lg'anib yig'ladi. Oxiri bu nomard ahdini buzgan yigitni qalbidan sidirib tashlashga ahd qildi. Bu Zebuxon o'ylagancha oson ish emasdi. Ularning birga kechirgan, ahd-paymon qilgan onlariga guvoh yulduzlar hamon porlab turishibdi. Ular kechgan kunlarni esga solib, biri Tursunboy bo'lib, biri Zebuxon bo'lib har kecha hali barg yozmagan novdalar orasidan qarashmoqda. Adirlarchi, ularning ilk sevgisiga guvoh bo'lgan qirlarni qo'porib tashlab bo'lmaydi-ku. Ovoz yetmas osmonda hamon miltirab turgan yulduzlarni uzib olib, o'ngirlarga uloqtirolmaysan-ku. Ularni ko'k yuzidan sidirib tashlab bo'lmaydi-ku. Zebuxon qalbida to'lib toshgan alamlarni kimga to'kishni, lahchacho'g' bo'lib yonayotgan o'tni kimga sochishini bilmasdi. Zebuxon o'ylab Tursunboyni eslatadigan ko'chalardan, soy bo'ylaridan nari ketishga ahd qildi. U tog'a ko'nsa
Naymanga ketadi. Shu niyatda o'rnidan turib bir varaq qog'ozni oldiga qo'yib, qalamni tishlagancha o'ylanib qoldi.